Assalomu alaykum YouTuberlar. Sizlar bilan Umidjon YouTuber. Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan birgalikda yangi yo'nalish, trenddagi yo'nalish bo'lgan Say the Word yo'nalishi, ya'ni Say the Word on Beat yo'nalishi, bu musiqiy yo'nalish. Do'stlar, ozgina shamollaganman. O'shaning uchun albatta hozirdan uzr so'rayman va darsligimizni boshlaymiz. Demak, YouTube'ga Say the Word on Beat qilib yozamiz va bu yerda ko'rishingiz mumkin. Juda ham ko'p prosmotr yegan kanallarning videolari bor. Hozir juda ham trendda bo'lgan videolar shu yerda emas. Mana shu yerda trendda bo'layotgan videolar hammasi shu yerda. Albatta hammasining prosmotrlari juda ham uchib ketgan, ya'ni bomba prosmotr, kamida 50 ming, 60 ming prosmotr yig'yapti. Bu yo'nalishda ishlasanglar zo'r effekt beradi. Bu o'yin qanday o'zi? Bu videoda mana har xil narsa 8 ta narsa chiqaradi va bularni har bittasini o'ynatadi. Masalan, level 1 osoni. Bu yerda rasmlar chiqaradi, sonlar va shularni 1-1-1-2-2 qilib odamlar aytib, shunaqa qilib videoni o'yin tarzida o'tkazishadi. Bu juda ham zo'r effekt beradigan, ko'pchilik qiziqadigan, hozirgi vaqtda qiziqadigan, trendda bo'layotgan yo'nalish. Albatta 3 ta yo'nalish bor, ya'ni 3 ta level bor. Birinchi, ikkinchi, uchinchi level va oson, o'rtacha va qiyinlik darajasi bo'lgan 3 ta leveldan iborat. Demak, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Yangi yilga moslab ko'pchilik qilgan va prosmotr juda ham zo'r. Endi CapCutga kirib olamiz, azizlar. CapCutda bu yerda menda shablon ko'rinishida bor. Mana bu yerda olib qo'yganman, Say Word on Beat degan shablonni olib qo'yganman va bu shablonda qanday bo'ladi? Men logo, ya'ni Adidas, Pepsi, Lay's va hokazo mana shunaqa logolar asosida shablon yaratib qo'yganman, ya'ni shablondan nusxa olib qo'yganman. Bu orqali mana har bitta rasmni o'zgartirish mumkin bo'ladi. Lay's, Pepsi masalan, har bitta rasmni o'zgartirib boraverasiz. 30 sekundli video bo'ladi bu shablonda va 30 sekundda masalan 3 ta video yaratasiz, ya'ni 30 sekunddan 3 tani yaratsangiz, demak 1,5 daqiqalik jami video kelib chiqadi. Demak, bu yerda do'stlar mana preview uchun screenshot qilib olishimiz mumkin va bu screenshotni preview uchun olib keyinchalik 16:9 formatda, ya'ni YouTube'ga moslab kesib to'g'rilashimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin do'stlar, pastki rasmda 40 ta rasm, jami 40 ta rasm bo'ladi. Shularni almashtirish kifoya. Demak do'stlar, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Screenshot qilib olamiz va buni to'g'rilab olamiz, kesib 16:9 formatda kesib olamiz va bu yerda mana shunaqa qilib to'g'rilab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu bizga previewning sifati, aniqlik darajasini oshirgan holatda sifatli va odam tortadigan qilib yaratsak, demak, qaysidir ko'rgan odam shuni bosishi kerak. Shuni bosdimi, biz uchun bu prosmotr degani. Demak, prosmotr qanchalik ko'p bo'lsa, qanchalik bosishlar ko'p bo'lsa, demak, shunchalik video rivojlanadi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mening videolarim mana logo qilib yaratib qo'ygan videolarim bor. Har xil narsa, masalan, meva, sabzavotlar chiqarishingiz mumkin yoki oddiy so'zlar o'xshashligi va shunaqa. Demak, bu yerda level 3 hard yo'nalishi, hard nimasi, qiyinlik darajasi bu yerda qiyin qilib, ya'ni rasmlarni aralashtirib tashlasangiz, bu qiyin darajasini bildiradi va odamlar ham juda ham qiziqishadi va qayta ko'rib videoingizni prosmotr yig'ishadi. Va do'stlar, bu yerda mening yaratgan videolarim mana boshiga Say the Word deb yozib boshlanishini shunaqa qilib boshlaysiz va keyingilarni ketma-ketlikda qo'yib chiqaverasiz va
Albatta 30 sekundlik videolarni masalan mana jamlangan, hammasini jamlangani mana shu yerda mana ko'rishinglar mumkin. Brendlarniki birinchi qo'yganman, keyingisida mana level 2 medium qilib qo'yganman bu yerda, o'rtacha daraja degani, va undan keyingisi boshqa video qo'shib borganman, ya'ni 30 sekundlikda yana bittani qo'shganman. Mana yana 30 sekundlikni logo qilib qo'shib yuborganman. Va bu yerda 3-xart yo'nalishi, 3-chisiga ham meva, sabzavotlarni qo'shib qo'yganman. Bularning hammasi masalan do'stlar, bizning Telegram kanalimiz bor. Albatta obuna bo'lib kuzatishda davom etsangiz, bu yerda juda ham ko'plab materiallar, kerakli havola va kerakli PNG format, PNGlar va sizga kerak bo'ladigan barcha narsa bor. Bizning Telegram kanalimiz kuchukcha YouTuber pastki chiziqcha bola. Mana shu bizning kanalimiz. 38 ta obunachisi bor hozirda va siz bizni kuzatib borsangiz, bu yerda mana previewlar va profil rasmlarini ham yasab berish xizmatimiz mavjud. Mana bu yerda materiallarni ko'rsatib o'tyapman. Ramkalar, har xil orqa fonlar, musiqalar, har xil narsalar chiqazib boramiz. Albatta bizni kuzatib boring do'stlar, bizdan uzoqlashmang. Sizlar bilan Umidjon bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.